Assalomu alaykum azizlar. Muhammadjon domla hoji buvamning janozalariga butun Kosonsoy odam to'lib ketdi. Oxiratlar obod bo'lsin. Dog' qo'yinglar azizlar. Barchaga assalomu alaykum ahli Kosonsoy. Ayni damda Chorrahadan deyarli Dukurgacha mega probka bo'lmoqda. İşi yo'qlar. Bu yoqdan harakat masligingizni tavsiya qilaman. Sababi juda ham probka xullas kalom. Menimcha juda ko'p kishi o'sha tarziyaga ketyapti shekilli, janozaga ketyapti shekilli. O'tgan hoji buvomizni oxiratlari obod bo'lsin. Barchaga assalomu alaykum ahli Kosonsoy, omonmisizlar. Ayni damda barchaning xabari bor, butun markaz Chorrahadan o'sha Jargacha juda ham kuchli probka, tirbandliklar kuzatilyapti. Sababi kecha o'sha Muhammadjon domla bobomiz qazo qilganlar. Mana hozir shu janozaniga keldim, janozalariga. Alloh rahmat qilgan bo'lsin azizlar. Hozir mana hali ham probka butun Kosonsoy odam sig'madi xullas kalom. Yaxshi inson bo'lganlar, duo qilib qo'yinglar. O'sha Xozmakchi Mahmudjon akamning, Muzaffarjon akamning otalari. Bu kishini butun Kosonsoy taniydi desam yanglishmayman. Shuning uchun probkaning sababi shu. Shuning uchun men video qilib qo'yapman azizlar. O'sha o'tgan hoji buvomni haqiga bir duo qilib qo'yinglar, omon bo'linglar. Janoza o'qib bo'lindi. Yarmi Kosonsoy uspet qilmadi. Sababi mana probkada qolib ketdi. Biz ham yugurib bir nav qilib yetib keldik.